Assalomu alaykum hammaga. Sizni ko'rib turganim juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan nima mavzu haqida gaplashamiz? Ya'ni ingliz tilida 3-2-1 metodi. Albatta qiziqarli bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Lekin bu darsimizni boshlashdan avval, ya'ni 3-2-1 metodi haqida tushuncha berishdan avval sizlarga bitta savolim bor. Albatta buni javobini kommentariyaga yozib keting. Nima deb o'ylaysiz? Sizda kuniga atiga 10 daqiqangiz bor ingliz tilini o'rganishga. O'rgana olasizmi? Albatta yo'q, to'g'rimi? Lekin unda emas, biz buni uddaladik. Albatta 3-2-1 metodi orqali. Demak, qiziqarli bo'lsa, siz ham mana shu 10 daqiqa davomida, ya'ni har kuni ingliz tilida 3-2-1 metodini qo'llash orqali ingliz tilini o'rgana olishingizni biz isbotlab beramiz. Aynan shu metodim orqali minglab o'quvchilar ingliz tilida qisqa vaqt ichida ravon darajada gapira olishgan va bu natijalar hozirgacha ham sinovdan o'tib kelmoqda. Bugungi videomiz aynan shu haqida bo'lib o'tadi, ya'ni 3-2-1 metodi. Xo'p, bu o'zi nima? Demak, kelinglar sizlar bilan qisqagina tanishib chiqamiz. Birinchi, albatta 3-2-1 deb bejizga aytmaganmiz. Birinchi 3 raqamini, demak, sizlar bilan o'zi nima anglatilishini va 2 nima anglatilishini va 1 nima anglatishini sizlar bilan birga ko'rib chiqsak. Xo'p, 3 metodi. Ya'ni siz ingliz tilida hozir o'rganmoqdasiz yoki endi o'rganmoqchisiz. Ustozingiz qandaydir vazifa berdi. Ana shu vazifani siz endi boshlaysiz-ku, lekin endi boshlagan paytingizda u ma'lumotni o'qiysiz yoki bo'lmasam shu ma'lumotni o'qiganingizdan keyin yetarli darajada gapirib bera olmaysiz. To'g'rimi? Bu albatta hammamizda uchraydigan holat. Va natijada esa mandan chiqmas ekan degan tushuncha bu kelib chiqadi. Shuning uchun mana shu birinchi 3 metodini sizlar bilan birinchi ko'rib chiqamiz. Demak, bu 3 metodi o'zi nima? Demak, sizga ana shu ustozingiz sizga qandaydir ma'lumot berdi, uyga vazifa sifatida uni oldingiz, shunchaki 3 marta o'qib chiqasiz. Demak, ma'lumotni 3 marta o'qib chiqasiz. Demak, tanishib chiqish uchun shunchaki u yerdagi ma'lumot sizga bir aytaylik notanish so'zlar bilan ishlatilgan bo'lishi mumkin yoki qandaydir bir qiyin grammatika bilan bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin siz asosiy maqsadingiz bu ma'lumot bilan tanishib chiqish shunchaki. Kelishdagi, demak, ma'lumotni oldik, 3 marta o'qib chiqdik. Hatto o'qisangiz ham mayli, chiroyli o'qish shart emas. Bu yerda o'zi nima haqida ketayotganligini tanishimiz uchun kerak bo'ladi. 3 marta o'qib chiqdik, juda ham yaxshi. Ana endi sal bo'lsa ham tanishdingiz shu ma'lumot bo'yicha. Endi esa ikkinchi metodga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi metodda nima qilamiz? Endi ana shu o'qigan ma'lumotingizni, demak, siz 2 marta ovoz chiqarib aytasiz. Demak, asosiy g'oyalarni hammasi bo'lish shart emas. Misol uchun, boshidan oxirigacha har bitta qatorini ipidan ignasigacha gapirish shart emas. Bu yerda asosiy maqsad, ya'ni asosiy g'oyalarni. Demak, tasavvur qiling, tepasida sarlavhada aytgan bo'lishi mumkin. Demak, kar haqida yoki mashina haqida aytgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam environment haqida ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni atrof muhit haqida. Atrof muhit haqida nima ma'lumotlar esingizda qoldi? Demak, siz o'sha atrof muhitga doir so'zlarini ozginasini bo'lsa ham esla olsangiz, demak, o'sha narsani 2 marta aytasiz. Birinchi marta aytasiz, to'liq aytib chiqasiz, asosiy g'oyalarni aytib chiqqaningizdan keyin ikkinchi marta xuddi shu narsani takrorlaysiz yana bir marta. Ya'ni 2 metodimizda, ya'ni siz 2 marta shu ishni qildingiz. Birinchi marta qaytardingiz, asosiy g'oyalarni eslab ko'rdingiz, ikkinchisida yana xuddi shuni qildingiz, bo'ldi, yetadi. Endi esa oxirgi metodimiz, ya'ni 1 deb ataldi. Demak, 3-metodimiz esingizda qoldi, to'g'rimi? 3-metodimizda biz ma'lumotni oldik, 3 marta o'qib chiqdik, tanish uchun. Bo'ldi, gapirib berish emas. Endi esa ikkinchi metodimizda, ya'ni ikkinchi qadamimizda siz 2 raqamda, ya'ni 2 marta shu ma'lumotni eslaysiz va aytasiz. Agar sizga aytish noqulay bo'ladigan bo'lsa, shunchaki bitta qog'oz oling yoki bo'lmasa mana shu laptopingizga, demak, yozing. Demak, nima haqida edi? Environment haqida edi, odamlar bormidi? Odamlar haqida yozing. Mashinalar, demak, mashinalar juda ham ko'plab gazlar chiqaryapti, zaharli chiqindilar chiqaryapti, atrof muhit ifloslanib ketyapti. Demak, shu haqida esingizda qolgan bo'lsa, qisqagina aytasiz. Qaytarib o'taman, ma'noli bo'lish shart emas. Etidan betidan qilib yozsangiz bo'ldi. Bundan asosiy maqsad asosiy g'oyalarni eslashga harakat qilish. Endi esa oxirgi metodimizga yana bir marta keldik, ya'ni bu 1 metodi. 1 metodi esa endi siz boyaga hamma qilgan ishlaringizni ipidan ignasigacha yozishga harakat qilasiz. Boya asosiy g'oyalarni yozgandingiz, endi oxirgisida esa boshidan oxirigacha boya yozmagan ma'lumotlaringizni eslab ko'rishga harakat qilasiz va xuddi shu narsani yozasiz. Aynan mana shu birinchi metodimiz orqali siz endi bu yerda nima ishlatyapsiz? Qarang. Siz bu yerda yozyapsiz. Boyagi metodlarimizda siz nutqingizni shakllantirdingiz, eshitishingizni shakllantirdingiz, tasavvuringizni shakllantirdingiz, ingliz tilida ozgina bo'lsa ham, demak, tushuncha paydo bo'ldi. Birinchisida o'qidingiz, o'qishingizni mashq qildingiz, bundan tashqari ovoz chiqarib turib va unda ham baribir eshityapsiz. Bunday ikkinchi metodingizda esa siz uni, demak, bevosita gapirib berdingiz, asosiy g'oyalarni.
Ko'rdingizmi? Va endi oxirida esa siz bu metodda yozib chiqasiz. Bu esa sizga ana shu g'oyalaringizni demak qog'ozga ko'chirishingizga yordam beradi va nima demoqchi bo'lganligingizni demak qog'ozda aniq-tiniq qilib yoritib berishingizga yaxshi imkoniyat bo'ladi. Bu metodlar orqali ko'pchilik o'quvchilar, mingdan ortiq o'quvchilar yaxshi natijalarga erishib kelishmoqda va o'zlari kutmagan natijalarni ko'rib turib, albatta bu metodlarni hozirgacha ham qo'llab kelishadi. Ya'ni bu metod juda ham yaxshi sinovdan o'tgan va ko'pchilik mamnun. Shuning uchun ham siz bu metodni hoziroq qo'llashingizni tavsiya qilib ko'raman va bu natijani siz albatta demak yaqqol namunasini ko'rishingiz mumkin. Demak, shu agar mana shu 3-2-1 metodini har doim qilgan holatda uzluksiz davomiy qilib borsiz albatta. Bu narsani bir qilib, keyin qilib, ya'ni o'rtada to'xtatib qiladigan bo'lsangiz, albatta siz natijaga erisha olmaysiz. Shuning uchun bu narsani har doim davomiyligi bo'lgan yaxshi. Chunki bu metodda o'ziga siz uzog'i bilan 10 daqiqa sarflashingiz mumkin. Shuning uchun ham videoni boshida men sizga aytib o'tdim, agarda siz kuniga 10 daqiqa vaqtingiz bo'lsa-yu inglizini o'rgana olasizmi deb bezga aytganim yo'q. Demak, bu narsani yaqqol misolini mana sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Bundan tashqari, xuddi shunga o'xshagan va bundanda zo'r metodikalarimizni, ya'ni 5 tasini biz YouTube platformasiga joyladik. Mana shu sahifalar orqali siz kirib, u haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.